o'zimni holatimda hali eslasam o'sha holatni ana shu shifokorlarga la'nat aytaman-da. Ukam kasal. O'ladigan bo'lib yotibdi. Qimmat dorilarni yozib berdi. 700 minggacha bitta ukori. Olib itirib berdi. Tashqarida kutib tursa, haligini qopqog'ini bittasidan narigini olding, sen buni olasan deb talashib yotibdi-da. Mana bu hadisda aytadi. Musulmon kishining inisi. Ana shu shifokor bilsinki edi, shifokor bo'lmoqchi bo'lsak, farzandlarimizni shifokor qilib tarbiyalamoqchi bo'lsak, bilaylikki, ana shu har bitta mijoz kelgan pul manbai emas u. U bizning inimiz, u bizning singlimiz, u bizning birodarimiz. Chunki u bizning oldimizga keladigan har bir davolangan kishi musulmon. Aka-uka bo'lgandaki unga zulm qilmaydi. Uni aldashlik bilan, pulini olishlik bilan yoki uni azoblanishga qarab turishlik bilan unga zulm qilmaydi. Va yana aytdi: "La yuslimuhu." Ba'zan bittasi noto'g'ri tashxis qo'ysa, ikkinchisini tug'illagan qo'rqadi. Va yana aytadi: Musulmon kishi, musulmonning inisi va musulmon birodarini halokatga tashlab qo'ymaydi. Va yana hadisning davomida aytadilarki, musulmon kishi bormi? Musulmon kishiga qo'l, yordam qo'lini cho'zishlikka buyuradi. Aytadilar. Va man kana fi hajati, kim bir birodarini hojatini chiqarishlikda bo'lsa, chiqarishlik harakatda bo'lsa, Alloh azza va jalla uning hojatlarini chiqarib qo'yadi. Kim bir musulmonning qiyinchiligini, qayg'usini yoyib yuborsa, Alloh azza va jalla qiyomatda bo'ladigan qayg'ularini, g'amlarini yoyib yuboradi. Kim bir musulmonni aybini bekitsa, Alloh azza va jalla qiyomat kuni u bekitgan kishining ayblarini bekitadi. Va nima uchun shunchalik qahr, qattiqlik? Nima uchun unga azoblanishni ko'ra bila turib indamasdan xotirjam turishlik, unga yordam berishlikka shoshilmaslik. Qachonki pulni va'da qilsagina qilishlik. Va yana boshqa bir hadisda u nima? Rahmsizlikdir. Kishining qalbida rahmni bo'lmasligi, rahmatni. Bir kishi azoblandi, qiynalyapti. Ana shunga nisbatan qalbimiz biz iymon egalarida albatta rahm, shafaqat bo'lishligi kerak ekanda. Mana bu hadisda aytadilar, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, la yunza'ur rahmatu illa min shaqi. Kishining qalbi qattiq deymiz-ku. Rahmi kelmaydi deymiz-ku. Bir kishidan qalbidan rahmatni, shafaqatni olib qo'yilmaydi, illo baxtsiz kishilardan, shaqiy kishilardan olib qo'yiladi. Va yana aytadilar, bu hadisda davomida aytadilarki, mana bu hadisni sharhlagan olimlardan bittasi sharhida aytadi. Li anna rahmata fil xalq del riqatul qalb. Bu rahmatni olib qolishligi, rahmatni Alloh azza va jalla olib qo'yishligi bu baxtsizlik. Bu rahmat nima desa, rahmat bu bandani qalbidagi yumshoqlik. Birovga bo'lgan achinishlik, rahmi kelishlik. Bu qanaqa narsa desa, variqatuhu dedi. Alomatul iymon. Va qalbning yumshoqligi bu kishidagi iymonning alomati dedi. Birovlarga ko'ngil achishligi, yordamga shoshishligi dedi. Va man la riqqalah la iymana. Kimning qalbida muloyimlik, yumshoqlik, boshqaga nisbatan rahmat bo'lsa ekan, uni iymoni yo'q dedi. Va man la iymana. Kimning iymoni bo'lsa, u badbaxt, baxtsiz kishidir dedi. Va yana kimgaki Alloh azza va jalla rahmatni bermabdimi, birovlarga nisbatan rahmatni bermabdimi, biling, u baxtsiz kishidir. Va yana bu rahmat to'g'risida bir qancha hadislarni ham boshqasi ham bor. Yana eslatib o'tamiz o'sha shifokorlarga ham, boshqasiga ham, hammamizga ham.
dunyoda yasharkanmiz, rahm qalbimizda bo'lmasa ekan kishilarga nisbatan biz najot topa olmaymiz-da. Agar biz o'zimizdan kichkina, bemor, kasal va zaiflarga rahmimiz kelmasa ekan, Robbimiz bizga rahmi kelmaydi. Bir hadis sharifda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar: "Ar-rohimuna yarhamuhumur rohman." Bandalarga rahm qiluvchi kishilar uchun Rahmon, ya'ni Alloh azza va jalla rahm qiladi. Biz dunyoda rahm qilaylik, yordam qo'lini cho'zaylik, ularga yordam qilaylik, qiyomat kuni Alloh azza va jalla bizga rahm qiladi. Ajab emas, ana shu sababli bizni jahannamdan ozod qilsin. Va yana aytadilar, hadisning davomida aytadilarki, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Yerdagi kishilarga sizlar rahm qilingiz, osmondagi zot, ya'ni Alloh azza va jalla sizlarga rahm qiladi. Va yana bir hadisda aytadilar, payg'ambar alayhisalom: "Inna ab'adan nasi minallohi al-qalbul qosiy." Allohdan, insonlardan ichida Allohdan eng uzog'i qaysi? Allohning rahmatidan uzog'i qaysi desa, qalbi qattiq, qalbi tosh kishilar. Bir hadis yodimga tushib ketib, mana bu hadisda ham juda chiroyli qilib payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobiylarga aytdilar. "Lan tu'minu hatta tarohamu" dedilar. Sizlar bir-birlaringizga rahm qilmasagansizlar, sizlar komil iymon egasi bo'lmaysizlar dedilar. Shunda sahobiylar: "Ya Rasululloh, kulluna rahim." Har birimiz rahimlimiz, bir-birimizga rahm qilamiz deb javob berishdi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki: "Innahu laysa bi rahmah ahadikum sohibahu." Bir kishi o'zini sherigiga rahm qilishligi bu rahmat emas dedi. Rahmat nima desa, rahmatul om. Va lekin dedilar, rahmat bu ummatan insoniyatni kattamidi, kichikmidi, kasalmidi, sog'midi, uzoqmidi, yaqinmidi, qaysi bir musulmon borki, ana unga qalbida rahmat bo'lsa, shafaqat bo'lsa, ana shu rahmat, ana shu rahmat qalbimizda bo'lmasa ekan, biz komil iymon egasi bo'la olmas ekan. Bu rahmatni qalbimizda jo qilishimiz kerakki, faqat inimiz, singlimiz uchun emas, otamiz, onamiz uchun emas, ko'chada ketayotgan biz taniydigan, tanimaydigan har bir musulmonga qalbimizda rahmatimiz paydo qilmas ekan, biz komil iymon egasi bo'lmas ekan. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam shuni aytadilar. Boshqa bir hadisda aytadilar: "Man la yarhamin nas la yarhamhulloh." Kim insonlarga rahm qilmas ekan, shafaqatsiz bo'lar ekan, ularni qaysi bir holatda ham tashlab qo'yar ekan, Alloh azza va jalla unga rahm qilmaydi dedi. Va davom etadi. "Va man la yaghfir la yughfar lah." Va kim masalan ba'zan xato qilib qo'yadi, kamchilik qiladi va kechirim so'rab keladi. Va men kechirmayman deb o'zimizni aqabaqa tashlaymiz. U kishilar uchun ham aytadiki, kim kechirim so'rasa-yu kechirmasa, uni Alloh azza va jalla kechirmaydi. Boshqa bir hadisda aytadilar: "Man la yarham man fil ard la yarhamhu man fis sama." Kimda kim yer yuzidagi kishilarga rahm qilmasa ekan, Alloh azza va jalla unga rahm qilmaydi. Demak, bularni qilayotgan ishlarda rahm bo'lishligi shart ekanda. Faqatgina dunyoni o'zini ko'zlamasligimiz lozim ekanda. Va yana bo'ladi, nima bo'ladi? Bu shifokorlar hozirgi kunda ikki narsada dori ishlab chiqaradigan firmalar va shifokorlar o'zaro kelishib olib, xalqqa pulini yeyishyapti desa ham bo'ladi. Allohdan qo'rqishsin. Bu dori bilan shug'ullanadigan kishilar hamda har bir narsaga, doriga, ya'ni qanaqadir pul va'da qiladi. Televizor yoki xolodilnik olib beraman deydi, muncha sotilsa deydi. Va u kasalga yordam bermaydigan dorini ham yozyapti-da. Ana shu tagidagi pulni debdi. Yo'inki mana qilayotgan ishida shu firmalar ana shu 2,5 ming so'mlik tarkibi bir xil bo'ladigan dorini ozgina nima qilib, korobka qilib, boshqa qilib
ana shu 25 ming so'mdan narx qo'yib chiqaradi va shifokorga borib kelishadi. Mana shundan sen yoz, buni har bittasini qopqog'iga, yoki idishiga, yoki kapsulasiga, yoki qulog'iga, yoki yuruq nomasini yig'asan, men har biriga munchadan pul beraman deb turib pul va'da qiladi. Va u bo'lsa, vijdonni yegan u shifokor, hammasi ham emas. Ana shu 2,5 ming so'mlik ta'sirini qiladigan dormonlarga 25 ming so'mlikni xalqqa zararga qilib yotibdi-da. Va ana shu orqali topayotgan pullarini firmalarga xalqqa shifokor bu qanaqa nima degani bilasizlarmi? Yerda o'layda tomdan tushib ketgan, oyoq qo'li sinib yotgan odamni tuplisini yechib olishlikda. Nima uchun agar biz rahm qiladigan bo'lsak, ana shularga rahm qilmasligimiz kerak emasmidi? Qilishligimiz kerak emasmidi? Ular mazlum emasmidi-da? Agar ana shu firmalarda ishlayotgan kishilar bo'lsa, pulinglarni qanaqa topitganliklarini, halol haromligini bir surishtirib olsa, ular uchun yaxshi bo'ladi-da. Va o'zini ham yaxshi bilasizlar-da. Ana shu sizlarni tayyorlayotgan doringlar narga 2,5 ming so'mdan 25 ming. Otigacha yozib berishibdi. Ceftriaxone degan dori bor ekan, 2,5 ming so'm ekan. Ana shuni o'zini tarkibidagi dorini o'zimizda qaydadir qadoqlab boshqa qilib chiqaryapti-da. Va doktorlarimizga farqi yo'q. Ularga mijoz tuzalishligi emas, va bu mijozga ozroq bo'lib tuzalishligi emas. Balki ana shu yo'llarga keladigan va'da qilingan har bitta yo'riqnomasiga $1 va'da qilar ekanda, ana shu bo'lsa bo'ldi bularga. Allohdan qo'rqishdi. Firmadagilar ham, bular ham. Va ular xuddi shayton singan bilan yo'ldan uryapti-da. Allohdan qo'rqishsin, chunki qiyomat kunida osonlikcha qutulish olmaydi. Va bular biz bilmasak, xalq bilmasa, lekin Alloh azza va jalla uni biladi. Nima qilayotganini, qanchalik pul topayotganliklarini. Va yana nima qilishadi? Ana shu firmalar borib aptekalar bilan shartnoma qilishadi. Mana buni sot, o'qil, bo'qil. Bu ajoyib tajib holatki, bu narsa nimaga olib boryapti desa, kasal o'zimni holatimda-da, hali eslasam o'sha holatni ana shu shifokorlarga la'nat aytaman-da. Ukom kasal o'ladigan bo'lib yotibdi. Qimmat dorilarni yozib berdi. 700 minggacha bitta ukori. Olib itirib berdi. Tashqarida kutib tursa, haligini qopqog'ini bittasidan narigini olding, sen buni olasan deb talashib yotibdi-da. Qana bunday insofda? Va har bittasi shu. Bitta bola aytdi, yaqinda aytadilar, nima qilibdi? Shunaqa qimmat dorilarni yozib berib, korobkalarni ajratgandan keyin xotiniga aytibdiki, yotgan, sen hamma korobkalarni, kapsulalarni yig'ishtirib ber debdi. Ana hammasini yig'ishtirib bersa, obor aptekaga pulini ag'dan olibdi. Doktor rosa urishibdi. Hozir uni topayotgan foydasini olib ketib qoldi-da. Allohdan qo'rqishlik kerak. Shifokor bo'lsa, halol, chiroyli yo'l bilan odamlarga manfaat tegadigan eng arzon yo'l bilan qilishlik kerak. Mana yaqindagi bo'lgan ish. Shifoxonada ana shu tug'ruqxonada qo'liga 500 minglik qog'oz yozib beribdi. Dori. Bitta tanishi bor ekan, bersa, aptekaga kirib 54 minglikmi, 55 minglikni olib chiqib, "Mash bo'ladi, beringlar" dedi. Ha, bo'ldi shu bilan-da. Va yana shifokorlarimiz ham nima qilishyapti? Borib doktorlar emas, aptekachilar bilan kelishyapti. Birga ishlaylik deb taklif qilyapti. Nima qilaman desa, senga mijoz jo'nataman, o'sha aydagindan olasan deb buyuradi. Bunga ustiga qo'yib 2% dan 5% gacha pul olib yemoqchi-da. Bir kun u narsa teshib chiqmaydimi? Kambag'al bor, boy bor, zo'rg'a pul topayotgan bor, ba'zan yig'lab kelib arzimagan ana shu dorisini ola olmay yig'lab ketadiganlar qancha. Ular uchun rahmat yo'q. Aptekachilarimiz ham da ishlashyapti. Ana shu bechora kasal kishilarga hojati tushgan, qayga borishini bilmayotgan, kasalini tuzata olmay yurgan kishini pulini olib boyamoqchimisizlar? Allohdan qo'rqishlari kerak-da. Bu ishlarda ham hammasida ham. Ba'zan ana shu больницаlarning yonida turgan nimalarda, bir joyda turganda kasalda nima qildi? Katta dorilarni boshqasini, qonlarni boshqasini yozib beradi. Olib chiqib, ana shuni kasalga ukor qilmasdan, kasalga bermasdan olib chiqib aptekaga yarim narsa sotgan holatlarni ham bilyapmiz-da.
Hattoki o'lib bo'lgan odamga ham narsa retsept yozib boshqa qilib pul olganda qancha to'palan chiqqanligini o'ylayapmiz. Buni ham kim qilyapti? Allohdan qo'rqmagan ana shu kishilar qilyapti-da. Buni aytishimdan muxtor bizning yaqinlarimiz bordi. Shifokor bo'lmasalar yoki shifokorlikka farzandimizni o'qitmoqchidirmiz, lekin mana shu narsalarni tanlashimiz kerak ekanda. Yo'q. Ularning hozirgi kunda maoshlari ham yetarli. Lekin mukkalardan ketib ko'plari hammalari bo'lmasa ham qaysi bir yo'l bilan bo'lsa ham dunyo kelsa bo'ladi. Lekin unutishmasinda, kim uchun dunyoni qaysi yo'l bilan bo'lsa ham to'plasam bo'ldim deydigan bo'lsa, Alloh azza va jallaga ham undoq kishilarni jahannamni xohlagan eshigidan kirishi Alloh azza va jallaga ham farqi yo'q-da. To'xtashsin. Va yana nima qilishyapti? Bu shifokorlarimiz ba'zi birlari hattoki kelgan mijozni o'ziga jo'natishadi. Aynan palonchi o'ziga borasan, hammasi bir xil o'zi bo'lsa ham, undan yaxshiroq bo'lsa ham, ular yo'z bergan o'ziga borish kerak. Chunki ular borsa, tagida nimasi bor? Ana shundan haq olishadi. Hamma taraflar. Animatsiyada bo'lsa beparvalik, qaramaydi, kasallarni ular bilmaydi, o'ziga kelmaydi, shikoyat qila olmaydigan yotgan kasallarni na suv beradi, na boshqa qiladi, ularni qiyin holatda tushadi. Ana shu onam ham ana shu oxirgi paytlarda reanimatsiyaga tushib qoldilar. Shu hali eslasam yig'lab turib eslayman. Ana shu reanimatsiyada turganlarni qarg'ayman-da. Nega? Komaga tushib qolgan odamni qo'lini bog'lab qo'yib, suv bermasdan sovuq joyda qo'yib qo'ydi. Olib tushgandan keyin bir qancha zamzam suvini ichib, keyin jonta. Yaxshi ham shunday tushganimga. Kirgan paytda yonda bitasi baqir-chaqir qilib suv ber deb baqirib turganini eshitdi. Ha desa, suvni ko'proq bersa, ko'proq siyishligi boshqasi chiqar ekanda. Ularga u malol kelar ekan tozalagan. Bu holatni ko'rgan ukamga shifokorga olib chiqaylik desam, aytdi, "Aka, ularda rahim, shafaqat yo'q. Menga qaramaydi, ana shundoq tashab qo'yadi. Keling, o'lsam ham shu yerda turaydi." Chunki u ko'rganda ularning holatini. Bannisaga chiqib qo'ying yaqiningizni. Pul bermaguningizcha unga qaramaydi, hech nima qilmaydi. Yotaveradi 1 kun, 2 kun, 3 kun. Qachon o'ziga yetarli mablag'ni olsa, inakin yugi qilib unga qarashlikka tushadi. Lekin bizni aytishligimiz Allohdan qo'rqsinlar-da. Rahim shafaqat nima degan narsa desa, u bir xislat ekanki, kishi zaiflana, kichkinalana, kasallana ko'rgan paytida ana shunga yaxshilik qilishlikka, ana shunga yordam qo'lini cho'zishlikka, harakat qilishlikka sababchi bo'ladigan bir narsa bu rahim ekanda. U bo'lmasa ham qalbda rahim shafaqat bo'lmagan kishi jannatga kira olmas ekan. Chunki Robbimiz unga rahim qilmas ekanda. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Robbimiz, buyuksan, qalbini varsa qo'yursan. Sen kishtiganing bilatib biz senga osiylik qilyapmiz. Sen azoblayman desang, sendan qochadigan joy yo'qligini bilib turib bizlar osiylik qilyapmiz. Nafsimizga zulm qilyapmiz. Qiyomat kunida sen aldashlik imkoni yo'qligini bila turib biz osiylik qilyapmiz. Sen rahim qilmasang bizlarni holi bizga voylik bila turib biz osiylik qilyapmiz. Sen azab qilsang, sen azoblayman desang, seni o'zingdan boshqa qochadigan joyimiz yo'qligini bila turib biz nafsimizga zulm qilib gunoh qilyapmiz. Sendan so'raymiz. Senga yalvoramiz. Bizlarni xilat bilib bilmay qilayotgan sag'ira-yu kabira gunohlarimizni o'zing kechirgin. Buyuksan, har bir narsaga qodirsan. Agar sen azoblayman desang, bizlarni qolimizga voy. Bizlarni satmak boshqa yo'l yarishlik, rahmingni, rahmatingni so'rashlikdan boshqa choramiz yo'q. Sendan boshqa qochadigan joyimiz yo'q. Sendan so'raymiz. Bizlarga rahim qilgin. Bizlarni nafsimizga tashlab qo'ymagin.
bizlarga rahm qilgin, bizlarni shaytonga tashlab qo'ymagin, bizlarga rahm qilgin, bizlarni jahannamingga solmagin. Bizlarga rahm qilgin, bizlarni adashtirib qo'ymagin. Qabrda fitnalantirib qo'ymagin. Qiyomat kunida sarson qilib boradigan joyimizni qoldirmasdan qo'ymagin. Bizlarga rahm qilgin. Dunyoda ham, oxiratda ham seni yaxshi ko'rgan, seni ularni to'g'ri yo'lga boshlagan, jannat uchun yaratgan bandalaring orasida qilgin, ey Robbimiz. Azobingdan qo'rqamiz, azobing qattiq. G'azabingdan qo'rq, g'azabing qattiq. Bizlarni o'zimizga tashlab qo'ymagin. Ko'z ochib yumguncha ham taqqaning tashlamaginki, biz bilamiz. Ey Robbimiz, seni yaxshi ko'ramiz. Bizlarni yaxshi ko'rgin. Habibingni yaxshi ko'ramiz. Habibingga bizlarni yaxshi ko'rsatgin. Bandalaring jahannam sari haydab ketadigan kunda bizlarni haydamagin. Jannat sari bandalaringni haydaydigan kunda bizlarni qoldirib qo'ymagin. Bizlarni arosatda qoldirmagin. Qalbimizga iymon nurini solgin. Dunyoda ham seni fikringda, zikringda yashashligimizni, seni g'azabing keltiradigan ishlardan tiyilishlikda o'zing yordam berishingni sendan so'raydi. Buyuksan, har bir narsaga qodirsan. Qiyomat kunida tirilganida bandamligin, bandalaring qatorida qilgin. Shaytonga ergashtirib qo'ymagin, nafsimizga qul qilib qo'ymagin, o'zimizga, birovlarga zulm qildirib qo'ymagin. Ey Robbimiz, rahm qilgin. Rahm qilgin.